Voy. Yig'ilib turishini qarang, avval. Mana shu baklashkalarning hammasini o'zing yig'ib kelganmisan? Ha? Nima uchun? Daftar ochib olaman. Daftar uchga. Oldingi yil ham shunaqa qilganmisan? Ko'chadan yig'ib keladi. Daftar uchga qilaman aya deydi. Daftar uchgani ortganini produktda qilamiz, kartoshka piyoz qilamiz, makaron olamiz. O'sha kuni Nodira ko'chaga birov yerimda og'darib ber degan. Aya deyman borib ko'rib kelayqan deydi. Agar yer yumshoqroq bo'lsa og'daraman. Borib og'darib keldi. Abidgacha 50 ming pul olib kelgan. Onajon, kartoshka piyoz olib keling, yana biron kun borsam yog' olamizda deydi. Krasovkasi yirtilib futbol o'ynagan jismoniy tarbiyadan tagi qo'parilib qolganda krasovkani yig'lab kelgan. Qarang aya, uyaldim oldiga deydi. Sinfdoshlarim kuldan, sen yetimchasan-da. Mayli, men yetimcha bo'lsa ham men onam ham dada ham ona degan. Sani dadasi yo'rib mayna qilayotganlar, urushayotganlar, hammasi o'sha dadasi bo'lib turib hech narsa qila olmayapti. Tushundingmi? O'zini adasi bo'lib turib mana shunaqa mehnat qila olmaydi o'shalar. Sen kichkina bo'lib turib, onanglarni har doim xizmatlariga tayyorsan. Hech qachon yig'lamagin bolam, tushundingmi? Va'da berasanmi? Yig'lamaysana, ayiliga yaxshi qaraysana, zo'r qaraysan. Bo'ptimi? Hamma bolani ham xayoliga kelmaydi-da, baklashga terib bo'lsa ham ayamga qarashaman, uyimga yordamlashaman deb hamma nochor bolani ham xayoliga kelmaydi. Hayot uni ulg'aytirib qo'yganda. U hech qanday yosh bola deb o'ylamaysiz-da uni. Juda qiynaldim. Men qatori mana bu sinfdoshlarim, dugonalarim o'zi meni ko'rib, "Yo'q, qaribsan" deydi. Juda qaribsan deydi. Meni hayot charchatdi-da. Oilada juda qiynalganman. Ham qishga uyimizdan ham shunday suv tomadi. 3-4 ta tog'ora qo'yardik uy ichiga. Oldin paravo yo'q edi. Uylarni shunday sovuq qotib, ballarim ustiga adyol o'rab qishga. Juda qiynaldim. Baribir tepamda erkak kishi bo'lmasa qiyin ekan. Onam bechorani ham ko'rmaganimga 8 oylab bo'lib ketdi-da. Umuman yo'l pulini o'ylab borsam non ola olmayman ballarimga. Borib ko'ra olmayman onamni. Ko'rgim keladi nishonga, 5-savxozga turishar. Borib kelishimga ham 250 ming kerak-da. Shuncha joydan kelib, mana yordam qilay deyapsizlar. Mana shu yerdan turib Dehqonobod xalqi o'ziga to'q nimalar bor, lekin bizga o'xshaganlarga bir yordam, ya o'liymisan, tirikmisan, yeb icharing bormi deyotganlar yo'q. Hammaga, butun O'zbekistonga qaysi joyga yetib borsa shu video hammalarga murojaat. Sizlarni bolalaringlar mana bunaqa popkalarni xor qilayotganda bu mashi popkani necha yildan beri tutadi. Men hozir o'zim o'g'lim uchun oldim shu popkani. Borib qo'liga beraman. Qadriga yetmaydigan har bitta insonga namuna bo'lishini xohlayman. Har kimni bolasi ham 6-sinfda darsdan chiqib baklashga termaydi, uyi sog'lig'ini to'lashlik uchun. Davlatdan va hatto oziq-ovqat do'konlaridan ko'pgina qarzlari bor. Mana shu qarzlarini yopish uchun mehnat qilayotganda yomg'ir yog'ib yuborsa, u usti-ho'l bo'lganidan qayg'urmaydi, uyidan chakka o'tayotganidan qayg'uradi. Bu qahramon bolajonimizni shu kichkinagina yelkalarida biz efirga olib chiqib ko'rsatib bera olmagan. O'z tug'ishgan opasini buqog'ini zudlik bilan operatsiya qildirish kerak. Bundan-da ortiq haqdor oilani, qahramon bolajonni topa olmaysiz. Mana shu kartalarga zudlik bilan ihson qiling. Inshaalloh tez kunda ularni juda xursand qilgan holatda sizga video rolik bilan ulashish nasib etsin. Kuchli bo'lasana, boshqa yig'lamaysan-a? Bo'ldi bola. Meni o'g'lim ham sizlardek saxovatpesha odamlar biri bo'lsin. Kattakon rahmat, baraka topinglar. Yurak amri xayriya jamoat fondi. Olganim emas, berganim o'zimniki.